Ehtimol, siz hozirgina bir xatolik qilgansiz. Bu esa sizga minglab yevro ta'mirlash xarajatiga tushishi mumkin, hatto o'zingiz sezmagan holda. Har kuni millionlab haydovchilar avtomatik uzatmalar qutisini asta-sekin buzib qo'yishadi, faqat ularga mutlaqo oddiy tuyulgan odatlarni qabul qilishgani uchun. Shoshilgan paytingizda qiladigan shu kichik harakat avtomobilingizning xizmat muddatini bir necha yilga qisqartirishi mumkin. Mana avtomatik uzatmalar qutisi o'rnatilgan mashinada hech qachon qilmaslik kerak bo'lgan 8 ta xato. 3-xato esa eng ko'p uchraydiganlardan biri va har safar qilganingizda uzatmalar qutingizni biroz ko'proq eskitadi. Boshladik. 8-xato, mashina hali harakatda bo'lsa ham orqaga harakatdan oldinga harakatga o'tish. Siz to'xtash joyidan chiqish uchun orqaga harakat qilyapsiz. Siz bir mashina yaqinlashayotganini ko'rasiz va shoshilinchda, mashinangiz hali orqaga harakatlanayotgan bo'lsa ham darhol pozitsiyasiga o'tasiz. Mana shu bir lahza uzatmalar qutisining jiddiy eskirishiga olib kelishi mumkin. Agar siz tolib to'xtamasdan orqaga harakatdan oldinga harakatga bevosita o'tsangiz, uzatmalar qutisini orqaga harakatni to'xtatib, darhol oldinga harakatga o'tkazishga majbur qilasiz. Bu ichki qismlar orasida juda kuchli zarba hosil qiladi. Tezliklarni almashtirishni ta'minlaydigan muftalar juda katta miqdordagi kinetik energiyani o'zlashtirishi kerak bo'ladi. Ular keskin siqiladi, darhol qizib ketadi va ancha tez eskiradi. Shunda transmissiya yoki kuygan mufta qoplamalardan chiqqan qoldiqlar bilan to'yinadi. Bu yomon odatni yetarlicha ko'p takrorlasangiz, uzatmalar qutingiz sirpanishni boshlaydi va oxir-oqibat butunlay ishdan chiqadi. Ta'mirlash yoki almashtirish avtomobil modeliga qarab osonlikcha qimmatga tushishi mumkin. Har doim harakat yo'nalishini o'zgartirishdan oldin mashinangizni tolib to'xtatishga odatlaning. 7-xato, uzatma yoki butun avtomobil umriga mo'ljallangan deb o'ylash. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar uzatma yoki umrboqiy deb aytishadi va uni almashtirish shart emasligini ta'kidlashadi. Bu da'vochalituvchi bo'lishi mumkin. Aslida, bu umr davomiyligi ideal haydash sharoitlarida hisoblab chiqilgan bo'lib, bunday sharoitlar deyarli hech qachon hayotda uchramaydi. Tiqilinchlar, tez-tez to'xtab harakatlanishlar, kuchli issiqlik, qishki haroratlar, tok yo'llari, tirkama yoki karavan bilan yurish va boshqa ko'plab holatlar uzatmaga jiddiy bosim o'tkazadi. Vaqt o'tishi bilan yo'q asta-sekin o'z xususiyatlarini yo'qota boshlaydi. 10 minglab kilometrdan so'ng uzatma qutisi kechikib uzatmalar almashi, siltanishlar yoki notekis ishlash kabi belgilarni ko'rsata boshlashi mumkin. Agar eskirish darajasi juda yuqori bo'lsa, yo'qni almashtirish ba'zan allaqachon mavjud muammolarni yuzaga chiqarishi mumkin. Chunki ba'zi eskirgan muftalar afsuski, yetarli yopishqoqlikni saqlab qolish uchun shu ifloslangan yo'qga tayanadi. Shu sababli oldini oluvchi texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshirish ma'qulroq. Umuman olganda, ko'pchilik avtomobillar uchun uzatma qutisi yog'ini har 60 mingdan 100 ming kilometrgacha yoki har 3-5 yilda bir marta almashtirish yaxshi odat hisoblanadi, agar ishlab chiqaruvchi boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa. 6-xato, qizil chiroqda to'xtaganingizda uzatmani neytralga o'tkazish. Ko'plab haydovchilar har safar to'xtashda uzatmani neytralga o'tkazish orqali transmissiyani yengillashtiraman deb o'ylashadi. Aslida, bu odat uzatmani shunchaki holatida qoldirishdan ko'ra ko'proq eskirishga olib kelishi mumkin. Har safar dandga, so'ng dandga o'tkazish transmissiyaning ichki muftalariga yuk tushiradi. Bu harakatni yuzlab marta takrorlash natijasida ishqalanish yuzalari bekorga eskiradi. Zamonaviy avtomat uzatmalar aynan shunday holatlarda, ya'ni mashina to'xtab turganda va tormoz pedaliga bosilganida holatida turishga mo'ljallangan. Neytral holatni faqat uzoq to'xtashlarda, masalan, temir yo'l o'tish joyi yopiq bo'lib, bir necha daqiqa kutishga to'g'ri kelganda yoki shunga o'xshash vaziyatlarda ishlating. 5-xato, sovuq havoda transmissiyani isinishiga yo'l qo'ymaslik. Zamonaviy dvigatellarga harakatdan oldin uzoq vaqt isinish kerak emas. Biroq avtomat uzatma sovuq havoda ba'zi ehtiyot choralarini yaxshi ko'radi. Ko'plab haydovchilar qishda mashinasini ishga tushirib, 30 soniya atrofida kutishadi, so'ngra birinchi metrlardanoq odatdagidek tezlashtirishadi. Lekin transmissiya yoki sovuq bo'lsa, u ancha quyuqlashadi va ichki tizimlarda erkin harakat qilmaydi. Yo'qlash samaradorligi pasayadi va uzatmalar almashinuvi sekinlashi yoki dagallashi mumkin. Ichki qismlar esa kamroq qulay sharoitda ishlay boshlaydi. Agar harorat juda past bo'lsa, zarur bo'lsa, dvigatelni 1-2 daqiqa ishlatib turing, so'ngra yo'lga xotirjam chiqing. Dastlabki bir necha kilometrda kuchli tezlashtirish va yuqori aylanishlardan saqlaning, shunda yo'q o'zining normal quyuqligiga qaytishiga vaqt bo'ladi. Shu tarzda siz uzatmalarni ancha silliq almashtirasiz va transmissiyaning eskirishini kamaytirasiz. 4-xato, mashina tolib to'xtamasdan holatiga o'tkazish. Shoshilayotgansiz va mashina hali biroz harakatlanayotgan paytda parking holatiga o'tkazasiz. Eshitayotgan temir tovushi bejiz emas. Korpus ichida parking qulfi deb ataladigan kichik metall detal bor. Uning vazifasi mashina tolib to'xtagandan so'ng uni harakatdan saqlash. Bu detal umuman harakatlanayotgan mashinani to'xtatish uchun mo'ljallanmagan.
Holatini juda erta yoqsangiz, bu kichik detalga yuzlab kilogramm og'irlikdagi harakatlanayotgan mashinani to'xtatishni yuklaysiz. Natijada qulflovchi detal sinishi, egilishi yoki butunlay buzilishi mumkin. Uni almashtirish ko'pincha butun uzatmalar qutisini ochishni talab qiladi. Arzon detal bo'lishiga qaramay, uni almashtirish bir necha soatlik ish va juda katta xarajatga olib kelishi mumkin. Har doim mashinangiz to'liq to'xtaganini kuting, shundan keyin holatini tanlang. 3-xato, qo'l tormozidan foydalanmaslik. Ko'plab haydovchilar shunchaki holatiga otib, mashinani tark etishadi va butun mashina og'irligini parking qulfiga yuklashadi. Gazsiz sirtlarda bu hech qanday muammosiz ishlayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin yengil nishab bo'lsa ham, butun yuk uzatmalar qutisining ichki qismlariga tushadi. To'g'ri usul mashinani to'liq to'xtatib, oyog'ingizni tormozda ushlab turib, neytralga otish, qo'l tormozini tortish va faqat shundan keyin holatiga otishdir. Shunda mashinani qo'l tormozi ushlab turadi, uzatma qutisining ichki mexanizmi emas. Maydon butunlay tekis ko'rinsa ham, doimiy ravishda qo'l tormozidan foydalanishga odatlaning. Bu oddiy odat mexanik zoriqishlarni ancha kamaytiradi va yana mashinani qayta harakatga keltirishni ham osonlashtiradi. 2-xato, gildiraklarni aylantirib, ularni sirgalishga yo'l qo'yish. Bu ayniqsa qor yoki juda sirpanchiq yuzada qolib ketganingizda sodir bo'ladi. Siz to'xtab qolgansiz va gildiraklar havoda aylanyapti. Ko'pincha birinchi refleks sifatida mashinani chiqarib olish umidida gaz pedaliga yanada ko'proq bosasiz. Biroq bu avtomat uzatmalar qutisi uchun qilinadigan eng yomon ishlardan biridir. Gildiraklar uzoq vaqt sirgalib aylanganda transmissiya juda ko'p issiqlik hosil qiladi. Bu haroratning ko'tarilishi yoqni tezda yomonlashtirishi va ichki qismlarga zarar yetkazishi mumkin. Mufta diskalari qiziy boshlaydi, sirganadi va keyin kuyib ketadi. Eng og'ir holatlarda ba'zi metall qismlar ham jiddiy shikastlanishi mumkin. Juda tez orada uzatmalar qutisi tezliklar o'rtasida sirganib ketishi yoki umuman quvvatni gildiraklarga uzatishni to'xtatishi mumkin. Agar siz tiqilib qolsangiz, xotirjam bo'ling. Buning o'rniga har bir to'liq to'xtashdan so'ng orqaga va oldinga harakatni ehtiyotkorlik bilan almashtirib, mashinani asta-sekin tebratishga harakat qiling. Agar imkon bo'lsa, qum, shagal, maxsus plastinalar yoki shinalar ostida ilashishni yaxshilaydigan boshqa vositalardan foydalaning, bekorga gazni bosishda davom etishdan ko'ra. 1-xato, holatida uzoq vaqt to'xtab turish. Siz katta tirbandlikda qolgansiz va bir necha daqiqa davomida uzatmalar qutisi hali ham holatida, oyog'ingiz esa tormoz pedalida bosib turibsiz. Mashina harakatlanmayotgan bo'lsa ham, moment o'zgartirgich hali ham gildiraklarga kuch uzatishda davom etadi. Shu paytda tormozlar esa avtomobilning oldinga harakatlanishiga to'sqinlik qiladi. Bu holat transmissiya moyining doimiy aralashib turishiga va issiqlik hosil bo'lishiga olib keladi. Yozning issiq kunlarida yoki uzoq vaqt to'xtab turganda, bu qo'shimcha harorat muhim darajaga yetishi va moy hamda ichki qismlarning tezroq eskirishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar svetoforda bir necha soniyaga to'xtagan bo'lsangiz, holatida qolish mutlaqo normal hisoblanadi. Lekin kutish bir necha daqiqa davom etishini bilsangiz, holatiga o'tib, qo'l tormozini tortib qo'yish va transmissiyani bosimsiz ishlashiga imkon berish ma'qul. Bu mexanik zoriqishni kamaytiradi va moyning yaxshiroq aylanishiga yordam beradi. Barcha bu noto'g'ri odatlar avtomat uzatmalar qutingizning muddatidan oldin eskirishiga asta-sekin hissa qo'shadi. Transmissiyani to'liq almashtirish ko'pincha avtomobilga qarab katta xarajat talab qiladi. To'g'ri odatlarni bugunoq o'zlashtirsangiz, siz nafaqat katta mablag'ni tejaysiz, balki mashinangizning xizmat muddatini ham ancha uzaytirasiz. Ko'plab haydovchilar bilmaydigan narsa shuki, transmissiya nosozliklari kamdan-kam hollarda bir kunda paydo bo'ladi. Aksariyat hollarda ular yillar davomida takrorlangan kichik xatolarning yigindisi natijasida yuzaga keladi. Har bir noto'g'ri odat ichki qismlarga qo'shimcha zoriqish siklini qo'shadi, muftalarning yeyilishini tezlashtiradi, moyni buzadi va ish haroratini oshiradi. Eng chalg'itadigan tomoni shundaki, zamonaviy avtomat uzatmalar juda mukammal ishlab chiqilgan. Ular ichkarida zarar asta-sekin to'planayotgan bo'lsa ham, tashqi tomondan deyarli normal ishlashda davom etishi mumkin. Mashina uzoq vaqt davomida hech qanday muammosiz uzatmalarni almashtirishda davom etishi mumkin. Aslida esa ba'zi qismlar allaqachon yeyila boshlagan bo'ladi. Nihoyat birinchi alomatlar paydo bo'lganda, masalan, uzatma sirpanishi, uzatmalar kechikib o'tishi, siltanish yoki uzatmani qiyin yoqish, ichki zararlar ko'pincha allaqachon jiddiy bo'ladi. Bu bosqichda oddiygina uzatma moyini almashtirish odatda muammoni hal qilish uchun yetarli bo'lmaydi. Uzatmani to'g'ri parvarish qilish va har kuni to'g'ri odatlarni qo'llash, bu qimmat ta'mirlardan qochish va mashinangizni ko'p yillar davomida ishonchli saqlashning eng yaxshi usuli hisoblanadi.